Hop, Yunusobod 14-kvartal keldik. Mana ko'pchilik talabalar bizdan ijara so'rashadi. Mana hozir shunaqa uylardan kelganmiz. Yo'l yuzida 4 xona uy sherikchilikka ijaraga berishyapti. Kalolomdan kirganingizda mana katta двойной zal bo'ladi. Mana bu yerga bemalol 4 ta 5 ta bola sig'adi. Mana chap tomonimizda ham mana bolalarga 2 ta 3 taga ham bemalol joyimiz bor. Ertadan chiqqaningizdan keyin mana bu yerda bitta xona. Hamma xonalar alohida hech kimga xalaqit qilmaydi. Bu yerda sanuzurlari bo'lar ekan. Mana ham chap tomonimizda tualeti, bu yoq katta mana oshxona. Oshxona ham mana ko'ryapsizlar juda keng, chiroyli, yorug' ekan. Eng asosiysi hamma lokatsiyalari bor. 14-kvartal yo'l yuzi orientir Sayram bozori chorrahasiga yaqin joyda bo'ladi. Lulu anaqa optin do'koni ham bo'lardi bir paytlar. O'rtoqlar, mana shunaqa Yunusobod rayonida arendaga qizlarga va bolalarga juda ham ko'p variantlar bor. Hozir sizlarga yig'ib qo'ygan, podbor qilib berganmiz. Narxlari $100, 1 million, hammasi har xil. Uyiga qarab, alohida uy olaman desanglar, $400, $500, $600 o'ziga qarab bo'ladi. Agar sherikchilikka turaman desanglar, unda 1 million или $100 har xil uyga qarab bo'ladi. Odam soni ko'p kamga qaraladi. Hop, pastda telefon raqam qoldiraman. Kimga qiziq bo'lsa, studentlarga или shu qidirib yurganlarga yuborib qo'yasizlar. Bemalol telefon qilsanglar, o'zimiz sizlarga uylarni ko'rsatib beramiz.